onasini emsin. Çık. Çık. Bo'lmas ekan buni foydasi do'stlar. Temasiga chiqib olsanamiz. Tush. Siz ham tushmas ekan, eng qizig'i 20 yilgacha garantiya berilgan ekan, 50 yil ekan, super mo'sh ekan. 3 tasi bitta bo'ladi. Do'stlar, qaranglar. Yozda issig'idan, qishda sovug'idan saqlaydi. Eng qiziq qalinligi 3 plotnisi zo'r bo'ladi. Tashqarilari, ya'ni tabiiy toshdan yasalgan bo'ladi. Buni olib turib shunda olasiz, bitta sindirsangiz, oralariga ham ahamiyat bersangiz do'stlar, tabiiy toshlar bo'ladi. Bu hech qanaqangi kraska emas. Kimgadir qiziq bo'lsa, narxi 1 kvadrat 90 ming so'm. Ushbu biznesni o'rganaman desangiz, do'stlar, stanoy sotiladi. Stanoyimiz xuddi shunaqa komplekt bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, $900 dan boshlab 1200 gacha bo'ladi. Bu biznes qilish uchun shunda olasizlar. Deb bitta tarsalang, bo'ldi. Shu bilan kuniga foyda ko'rasizlar. Agar uyingizga ustanovka qildirmoqchi bo'lsangiz, 100 kvadratdan yuqori olsangiz, O'zbekiston bo'ladi, dastavka 100 gacha mutlaqo bepul. Biz turgan joy Namangan, Qo'g'ayda turibmiz. Faqat nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.